Assalomu alaykum hammaga. Bugun 34-elementimiz selen bilan tanishamiz. Selen, yunoncha selene, oy degan ma'noni anglatadi. Atom raqami 34 bo'lgan kimyoviy elementdir. Selen Se belgisi bilan ifodalaniladi. 1817-yili Shved olimi Johannes Jakob Berzelius tomonidan kashf etilgan. Xarakteristikasi: atom raqami 34, atom massasi 79, normal sharoitda selen qattiq, rangi kulrang, klassifikatsiyasi metallmas, elektromanfiyligi 2,4, qaynash temperaturasi 958 Kelvin yoki 685 Selsiyda bo'ladi. Erish temperaturasi 494 Kelvin yoki 221 Selsiyda bo'ladi. Zichligi 4,39 gram taqsim santimetr kubni tashkil etadi. Endi rasmini ko'radigan bo'lsak, Johannes Jakob Berzelius. Bu olim 1779-yilda tug'ilib, 1848-yilda vafot etgan. Selenda kristal panjarasi mana shunday tuzilgan bo'ladi. Endi bu yoqqa o'tadigan bo'lsak, selenda kimyoviy belgisi Se, atom tartib raqami 34, nisbiy elektromanfiyligi 2,4, atom massasi 79, elektron konfiguratsiyasi 4s2 4p4 ni tashkil etadi. Tasviriga o'tadigan bo'lsak, tasvirida mana shu selen bo'lagi massasi 80 gram, diametri 7,5 cm, sofligi 99,95% ni tashkil etadi. Atom tuzilishiga o'tadigan bo'lsak, atom tuzilishida 34 ta elektron bor. 34 ta elektron atomda harakatlanadi. Atom markazi proton va neytrondan tashkil topgan bo'lib, 34 ta protoni bor va 45 ta neytrondan tashkil topgan bo'ladi selen. Atom tuzilishini ko'rishimiz mumkin. Bugun selen haqida o'rganadigan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Rahmat hammaga.